Assalomu alaykum yurt a'zolari. Bizda mana 7 kuchlidan boshlab 18 kuchligacha aravalarimiz bor. 7 kuchli aravalar arzonchi varianti. Arzonchimiz Damas balon. Mana qo'yilgan. Bunisi tormozli varianti. Bu 7 kuchdan boshlab 15 kuchgacha tortaveradi. 7 kuchi ham bemalol tortaveradi. Prosto yutsa kamroq solinadi va 15 kuchi to'ldirib olsa bo'laveradi. Bunimiz mana yonboshlari ochiladi. Uchoq tomoni ochiladi. Ikki yonbosh, cheka ochiladi bemalol. Bunimiz 7 kuchli o'ziga mo'ljallangan ixchamgina. Aramizda tormozlarimiz bor. Kerak bo'lsa alohida chiqarib oladi. Bu yerda o'zimizni trendda bo'lgan aravalarimiz. Buni ham tormozli varianti bor, 5 tormozli varianti bor. Buni 5 tormozli varianti. Tormozligidan hozircha tugab qoldi. Bu ham indin tayyor bo'ladi. Mana 7 kuchli motobloklarimiz 170 motor bo'ladi mana. Hozir bu videoda jazo ko'rinib olmayapti chizilganlari. Ko'pchilik talab va takliflarga e'tibor olgan holatda Damas balon qo'yyapmiz. O'zini zavodskiy balonlarni qo'ymayapti. Juda ko'pchilik yolib ketyapti, nima qilib ketyapti. Mana bu yerda 15 kuchlik krilar, 5 krilasi bular. Krilali variantlari ham bor. Bular 5 krila varianti. Ko'pchilik aytayapti, krilasini ishlatmaymiz. O'zinglar olib qolinglar krilasini deyapti. O'shaning uchun bular 5 krila olganmiz. Mana bu yerda 170 7 kuchli motoblogimiz. Mana bor. Bu oldiga 3 ta skorost, orqaga bitta skorost hisoblanadi bu. O'shiga hisobga olganda 4 ta. Mana bular 3 ta skorost hisoblanadi bular, chunki oldiga 2 ta, orqaga bitta. Bunisi oldiga 3 ta skorost. Bunimiz remelli motoblok. Asli Xitoydan ishlab chiqarilgan narsa, 100% Xitoy, lekin Bolgariya uchun ishlab chiqarilgan mahsulot. Mana. Lekin 100% Xitoy. Buni xuddi shu mana shu nomlarini internetga yozsanglar, nima, qayer uchun, qachon ishlab chiqarilganligi ham chiqarib beradi. Bunimiz 170 lekin bu nimali? Ferrari, asli Grand zavodi. Bunimiz 192 Skyline.